Xo'p, assalomu alaykum va hurmatli charchamoqsizlarmi, tinchmisizlar? Xo'p, va'da qilganimizdek space texnikamiz mana pagruschik 3 kubalik nomi Liu Gong 855 markasi X. Xo'p, HD. Bu pagruchigimiz chiqarilgan sanasi yili demoqchiman, sanasini bilmayman to'shning. Uning uchun kitobga qarab chiqish kerak. Hozir kitobga qarashga menda vaqt yo'q, vaqt o'zi yo'q. Xormaylar, charchamalanglar, mana men o'zim. Ne o'zini ko'rsatmoqda deyishlar ham mumkin. Mana o'zim ko'rib turibsizlar. Joy o'zim. Xo'p, endi bosh rollarda o'zim, operator o'zim, montajchi o'zim. Xullas, pagruchig yilida to'xtavdikmi? 2023-yil chiqarilgan. 2023-yilniki. Xo'p, bunga ancha nimalar qo'shilgan, albatta oldingi pagruchiklardan farqli o'laroq mayli u yaqlarini o'sha joyiga yetganda bemalol hisob kitob qilib bemalol nima qilaveramiz. Endi hozir biz ham kovushdan boshlaydigan bo'ldik. Kovushga keladigan bo'lsak, bu katta 3 kubalik uzunligi ko'rinotim, qo'lim ko'rinotim. Uzunligi 3.10 3 metr 10 santimetr. 3.10 desam hozir bir xil tushunmasligi mumkin. Ustakalar tushunishadi sirazi. Xo'p, 3.10 degani 3 metr 10 santimetr. Xo'p, endi bunga qo'shimcha qilamiz. Qaranglar. Kovushimizning tishlari bor. Ko'rdinglarmi? Zubini. Mana bu chalishadi. Ekskavatorlar minganlar biladi. Ekskavatorlarniki almashadi, mana bu yeyilib ketsa. Buniki ham almashadiganlik ekan. Bir xillarniki almashadiganlik bo'lmaydi. Almashishmaydi bu uchi. Radnoy bo'ladi, bundoq splashnoy tushgan bo'ladi. Xo'p, bir xilgilar tishi yo'q pagruchig ham ko'rganmiz deysizlar. U tishi bo'ladi hamma pagruchigda. Mana yechib olib tashaladi. Bir xil joylarga mana tekislash uchun kerak bo'ladi, chunki tishi xalaqit beradi. Yerdan tekislaymansa 2-3 santimetr, даже 5 santimetrgacha mana bu kovush yerga tegmaydi. Shuni hisobiga olib tashashadi tishini. Endi xo'p, tishi nechta deyishlar mumkin. 1 2 sizlar bilan sanab chiqamiz, qaranglar. O'zi bilaman, endi birga sanab chiqamiz mana. 1 2 3 4 5 mana 6 mana 7 ko'rdinglar? 7-si 7 ta bo'ladi. 7-si bilan birinchisi qoziq tishda endi. Juda mustahkam albatta. O'rtaliklari ham mustahkam. Nega ular mustahkam emasmi deyishlar mumkin. Ular ham mustahkam. Lekin bular ikkita chekadagi baquvvat mustahkam. Keyin bu konserva bonka emas. Bu haqiqiy temir. Qalinligini ham ko'rasizlar. Gideta bashmallog'imdan sal, gideta bashmallog'im bilan bir xil desam ham bo'ladi. Bu degani 2 santimetrlar yog'bag'i. 1,5 santimetr bo'lsa kerak mana. 1,5 santimetr. Endi hozir metr yo'q masalan, o'lchab itadi ko'rsatishga, ikir-chikirgacha aytishga hozir metr yo'q. Metr bo'lsa keyin bemalol sizlarga men to'laqonli tushuntirib o'lchab ko'rsatishim mumkin. Agar yo metrda bizga o'lchab tushuntiring deydiganlar bo'ladigan bo'lsa, shunaqa savollar kelib qolsa, uni ham qilamiz. Chunki sizlar uchun, yurtdoshlarimiz uchun, aziz yurtdoshlar uchun, og'aynilar, oshna og'aynilar uchun, qiziqadiganlar uchun qilib ko'rsatamiz. Endi qaranglar, kovush. Uchta joydan ulangan joyi bo'ladi mana. Ikkita, o'rtada bitta. Ligrovkalar. Tushundinglar? Bu ushlab turish uchun o'rtadagisi ochadi, yopadi, tushiradi. Ikkita chekka tushirib ko'tarish uchun. O'rtadagi ochib yopishga. Xo'p, endi qaranglar, kovush kattaligini qaranglar, ko'rasizlar? Ko'kragimdan kelyapti o'zim mana. Ko'rdinglar? Katta. Nihoyatda katta. Buni nima deydi? Bu texnikani olsanglar kam bo'lmaysizlar-da. Bu texnikani olsanglar kam bo'lmaysizlar. Yozda ham misol uchun anta basen olamiz deb o'tirmaysizlar. Shartda tikka shuni turg'izib turib, yopib turib kovushni ichiga suv to'ldirib bemalol oilaviy, kichkina oilalar uchun misol uchun yotib olib, dam olib
vanna vazifasini ham o'taveraveradi. Chunki butunda hamma joyi, teshik joyi yo'q. Butun. Endi teshik joyini biz boya ko'rib qoldik deyishinglar mumkin. Mana mamitlarda bor mana. Mana teshiklar mana. No, mana suv mamuncha qilsanglar yetadi. O'shani o'zi ham ko'madi, yotgan holatinglarda. Yosh balani tushiradigan bo'lsanglar, suvni sal kamroq qilib berasizlar, yoqdan baqa suzib cho'milib yurishaveradi. Endi buni qaranglar. Qovushlarni mana mamitida nimalari bor. Tirgovishlar deyiladi. Bu endi tirgovich endi hamma har xil aytadi. Men hozir tilimga tirgovich kelib qoldi, endi tirgovich dedim. Men nomini hozir men qidirib kitoblardan va topgunimcha bo'lib ketadi. Endi qaranglar, boshqa nom kelmay qoldi to'g'risi. Bu nima uchun? Bu endi asosan o'rtaga upor vazifasida. Mana teshiklari beziga qilinmagan. Nima uchun qilingan? Bunga misol uchun bu narsa boylab turib, bu yuk kichiklarni, kichkina nimalarni ko'tarib, yoqa-baqa olib berish mumkin. Albatta o'zi ko'tarilgancha, bes ko'tarilgancha yuklarni albatta. Xo'p, buni usta akalarimiz bilishadi. Ustalar ko'p nima qilgan, keyin pogrushchilar, ekskavatorchilar biladi. Drabilkalarda ish beradi bu. Mana bron alishtirayotganda bronni ekskavator olib yerga qo'yib berganda bu misol uchun yoqa-baqa sal surib berishlarga ekskavator ketib qolsa-da yoki kran chaqiriladi bronga. Xo'p, endi kovush qaranglar. Mana mamitida boya yuvdik, endi baribir ham anaqada mana ko'rinyaptimi? Mana raqamlari yozilgan mana. Mana nechaga mana? Xo'p, 32 ga 102 ga 19 x0 degan. Ko'rdinglarmi? DI 809 797 deyilgan. Endi mamitida yana nimadir bor, 0 mikin, bir narsa bor endi o'chib ketgan. Hozir yaxshi ko'rinmayapti. Xo'p, bu endi menimcha kovushi diametrlarida. Maytga yozilgan mana xitoychami, koreychami? Eng Jungfang, Kengkung, Gungxing 628. Uchta chiziqcha qo'yib qo'ying. Bu uchta chiziqcha degani uchta o'rtadagi tishi nima vazifani bajaradi deganday gapda endi. Albatta hazillashdim. Xo'p, endi qaranglar. Kovush mana bunisi nimaga deyishlar mumkin? 4 ta bo'lta qotirilgan. Bu asosan nima uchun kerak? Bu tomonda ham bor, ko'rdinglarmi? Endi bu kerak tomoni mana kovushni ochib yopganda, ayniqsa yopganda-da, mana shu kelib tegadi. Shuning uchun bu qo'yilgan. Endi asosan o'zi bu temir qo'yilgan ekan. Asosan men o'zim oldingi mingan pagurchilarimda Dosanda rezinga qo'yilgan bo'ladi. Rezinga yaxshi, ishtobi temirni ham yevormaydi, yaxshi bo'ladi. Ketsa rezinga ketar, rezinkani bemalol almashtirib ishlataversa bo'ladi. Rezinkani qayerdan topamiz deydiganlarga. Rezinkani oddiy mana lentalar bormi? Drabilkalar mana g'issa bitta mana lenta. Ana o'sha lentalardan kesib, eskilardan albatta. Tang borib yangisini shappa kesib olib, boshliqdan gap eshitib qolmaylar. Yangi lentani kesib olib, eski tuskalari bilan o'z drabilchi bolalardan so'rasanglar, aytadi, beradi eski lentani, ana o'shandan bemalol kesib ishlatsanglar bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'p, endi kovush nima vazifani bajaradi? Kovush yuk ko'tarish vazifasini bajaradi. Ya'ni yuk ko'targanda har xil yuklarni ko'taradi. O'shtiga boylab arqonmi, trosmi boylanadi, yuk ko'taradi. Bu narsani yoqdan baqa olib beradi. Mayda-chuyda narsani zavod ichida endi ana joy kran chaqirishga nima bo'ladigan mayda-chuyda narsalarga. Xo'p, endi kovush aytgandek basen qilib cho'milsa ham bo'ladi, ilik bo'lmasam oilaviy rozg'orovat mashinada. Endi buni basen qilib cho'milsa ham bo'ladi. Turpoq, shag'al, kilinis, sheben, g'ish farqi yo'q. Beton, tosh ko'tarib bemalol nima qilaveradi? Mashinalarga ortib beraveradi. Yuk ortish vazifasini bajaradi, surish vazifasini bajaradi. Endi bu buldozer emas. Buldozer emas, qattiq yerlarni surib bera olmaydi. O'shaning uchun buni nima qilasizlar? Faqat yumshoq joylarda surib ochib, keyin bu yo'l tekislashga chiqarilmagan o'zi aslida. Mayli, endi uncha-muncha joylarni sal to'g'rilab bu qilib beradi. Bu greder emas, aytib qo'yay shuni ham. Bu pagurchik, bu asosan yuk ortish vazifasi, yuk ortish asosan. Xo'p, endi qaranglar. Ehtiyot bo'l deyapti mana, ko'rasizlarmi? Ehtiyot bo'l.
Tagida ko'p o'ralashavermagan deyapti. Mana kovushdan ko'rasizlarmi? Araliq uzoqroq turgan deyapti. Bunaqa ko'p yaqiniga kelib nima qilib qolmagan deyapti. Bu katta texnika deyapti. Mana buni tagiga kelib qolmagan deyapti. Ehtiyot bo'ling, ogohlantirishlar bor. Avariyli holatlar ogohlantirishlar bor albatta. Xo'p, endi kovushni gapirdik. Mana bu yerda postavkasi bor. Bu yerga tegadi. Tekis sudrab ketish uchun albatta. Xo'p, endi tekis qilish uchun yerlarni misol uchun aytdimmi, boyagi zupi bo'lish kerak emas, zubini olib tashlash kerak. Men oldin minganimda zub yo'q edi, olib tashalgandi. U chunki bittasida bor edi, bittasida yo'q edi. Shuning uchun endi qaranglar. Hozir kovushni nimasini yakunladik. Keyin kovush remont qilishlar. Kovush mana bu yer yedirilib ketadi, turpoqda uncha emas. Mana bunda ham uncha yeyilgan. Shag'al klinisda mana shu temir ishonasizlar, men o'zim ko'rganman. Ilma teshigi chiqib ketadi mametlari. Ilma teshigi, qanaqa qalin metal. Ilma teshigi chiqib, mametlari mana bunaqa bo'lib, g'avoy bo'lib ketadi. Remont qilinadi. O'shanda men o'zimiz alishtirganmiz, svarchik, ishxonadagi svarchik bilan boshqa list olib kelib qoplangan. Bunga kesib olib tashalgan, eskisi bo'lmaydigan bo'lsa qoplangan. Tushundinglar? Xo'p. Mana hozir endi mana kovushni boshladik. Yog'lariga ham o'tishni boshlaymiz. Xudo xolasa mayda-chuydadan sekin to'rtta balon bor, motor bor. Motorlarni ham o'zim tushungan bo'yimcha, men usta emasman, tushungan bo'yimcha tushuntirishga harakat qilaman. Sog' bo'lasizlar? Zo'rdan bosib qo'yasizlar. Endi Instagramda like, ha?